Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana bugungi 2026-yil 21-yanvar kungi obzorlarimizni boshladik. Xudo xolasa narxlarni birma-bir tanishtirib o'tamiz. Juda ham chiroyli narsalarni olib chiqishibdi. Kuxunni ugaloy, shifonerlar. Asadullo aka, assalomu alaykum. Birma-bir bular narxlar bilan tanishtirsangiz. Xo'p bo'ladi. Xo'p. Biz kamotimizdan boshlaylik bir boshdan. Mexanizmlarni yangi qo'yib qo'ygan belati oshmosh 3 ta tortmali. Yakan dozag'ilgan kamotcha. Narxini 200 ming qilib beramiz obunachilarga. Narxi 200 ming. Xo'p, keyingisi bu Germaniyani Yelena degan kuxunnisi. Juda chiroyli holatda, mana setka, temir, produktda qo'yadiganlari bor ekan. Ular hamma o'g'i zavasiga o'ziniki, faqat oshmoshlarni hammasini yangilab berganmiz. Qolgan narsalar hamma o'g'i o'ziniki. Mana tortmali variantda. Mana hammasi ruchka hisoblanadi. Hali ruchkasi qattiq ekani o'qda yurilgan. Holat ideal holat. Manulari tevagillar devor manulni bo'yiga devorga qatiriladi. Bo'yi bilan tenglashtirib bo'yi bilan qatiriladigan joylari bor ekan, ilmoqlari. Tayda bemalol ishlasa bo'laveradi. Bo'ykasi orqa tarafda bunaqasi ham turib, jumlagi ham bor. Ko'pida jumlagi yo'q bo'ladi. U narsa soladi xonim shu shulkasi. Buni ichida ham shulkalari bor, mana ichlari. Ichlari behisob o'sha rossiyskiy mahalla chiqqan Germaniyaniki, ammo juda toza holatda, bir ajada ayb nuqsoni yo'q. Ishmagan, netmagan. Chaqa-chuqalari yo'q. Xudo holati zo'r. Buni joylashuv razmeri necha metr? Joylashuv razmeri 2,5 metr, bo'yi bir 220 lar, 210 lar. Bo'yini o'zlariga moslab ilib olishaveradi. Bo'yini moslab ilib olinaveradi. U bo'yi qiziq emas. Xo'p, buni narxini 2,5 million qilib beraylik. Juda tiniq narsa. 2,5 million so'm. Hozirgi akrillarda 1 metr narxida bo'lyapti. Shuncha narsa. Hozir 1 metr akril 2,5 million qilib berishayotgan bo'lsa, 2,5 million 300 ming so'm qilib berishadi. Bu hozir 2,5 metrni 2,5 million so'm deyishyapti. Dastavkalari buni kelishilgan holatda. Endi shifonerimiz navbatda. Shifonerimizga keladigan bo'lsa, mana bu shilkasi bor. Hozir qo'yib beramiz. Mana bu 4 ta tortmasi bor. Tortmalari ham keng, katta. Baland qilishlangan ekan. Toshkentniki, joyiga moslatib qilatirgan egasi. Razmerlari ham ancha katta narsa bu. Shifonerning eshiklari ham Tarix oxirigacha oyna juda chiroyli turadi. Bu tomonda ham tortmasi bor. Bu tarafda ham ikkita tortma, pundi polka, eni ham 60 dan kattaroq bo'lsa kerak. O'lchamayapman enini. Razmeriga keladigan bo'lsa 220 ga, bo'yi 240. 220 ga 240, narxi 2,5 million so'm vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi bor. Uyni ichiga olib kirib o'rnatib berishgacha. Buni yechib olib kiriladi. Yechib olib kirib beriladi. Bitta aybi mana tarafda chiziq tushib bor. Bunisini hozir to'g'rilab qo'yishadi. Xo'p, keyingisi go'rkamiz. Holati zo'r, ayb nuqsoni yo'q, singan netgan joylari yo'q. Bu Toshkentniki MDF 230 ga 230 razmerda, narxi 1 million 700 ming so'm, vodiy bo'yicha dastavka ustanovkasi bor. Keyingisi kompyuter stolimiz bor. Ofisnoy. 4 ta g'aladoni bor. Holatlari tiniq, bir ayb nuqsoni yo'q bunda ham. Hop, narxiga keladigan bo'lsa 300 ming qilib beraylik obunachilarga. Narxi 300 ming so'm. Keyingisi yana kuxunni akrildan. Mana akril kuxunni. Akril deyapti ular. Mana shu shilkalar o'zini joyida, bu yangilardan, hozirgidan. Buni ham semestirlar joyida turibdi. Semestirlari bor bunda ham, hali yo'q bas. Mana. Bunga polkasi, turbalari, bu hamma xudo xolasi joyida. Avval o'rnatib olsa bo'ldi. Tortmalari ham chlari ideal turibdi. Hozir ishlatgan odam ham pokiz ishlatgan ekan. Tevaga ochiladi kelasi ham. Bunimiz razmeri necha hozir? Razmeri 180. Mana unisi mo'yka qo'shib solib narsa qiladi xonim, mana kir mashinasi qo'yib qo'yadi xonim. Yo'q, deb unaqa deb o'ylashmasin. Bu kir mashinani 10 ni. Mana ular devorga qulagan razmeriga ilib olishadi. Kir mashinani 10 ni. Uzunligi 180. 180. Narxiga keladigan bo'lsa, buni 1 million 300 ming qilib beramiz. 1 million 300 ming so'm dastavkasi kelishgan holatda. Har bir kasi dastavkasi vodiy bo'yicha demaganlarimiz Farg'ona, Marg'ilon bo'yicha dastavkasi bepul, qolgan viloyatlarga kelishgan holatda. Stenkamiz Bolgariyaniki, holatlari zo'r, ayb nuqsoni yo'q, 100% oshmoshlar o'ziniki. Hali obunachilarimiz kommentariyaga yozib ketsin. Nechinchi yil olgan narsalari qancha oshmoshi o'zini holatda ishlab berdi ekan. Bu mana 40 yil bo'ldi, eng kami chiqqaniga o'zini oshmoshlar joyida kafolajni turibdi.
Mana ularda ham o'yin eshiklari bor, faqat qo'yganimiz yo'q. Eshiklarni qo'yib beriladi. Uzunligi 4 metr, bo'yi 220, qulupyadlari ishlaydi. Shfanera, ishilkali, tevas polkali. Mana Tevasi ham kengini ekan, Keng. ancha narsa joy bo'lib ketar ekan. xohlasa bemalol narsalar joy. 4 metr joyga joylashadi. Bunimizni narxi necha pul? 2 million 300 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasi bor. Vodiy bo'ylab dastavkasi. Dastavkasi bor narxlar addini aytib o'tib ketyapmiz. Keyingi taxtali ugalogimiz. Nay tarafdagi laminatligini olib chiqdik. Buni taxtaligini ham qo'shib qo'ydik. 100% yog'och. Materiallarni yangilab qo'yibsiz. Ha, materialni yangiladik. Uni keyin stuli ko'pida pufili bo'ladi. Ha, tabretgani o'zi bo'ladi. Tabretgani o'zi bu bo'ladi. Bu stul. suyanib o'tirgani bir Stulli varianti ekan. kelinlar ham odam deganda chiroyli holatda turibdi. Xudo xolasa, ayb nuqsoni yo'q. Stol narsa qo'ysa ham bo'laveradi. Ustalishnisida. Ishtima qilmaydi. Qirvolari taxta. Bu zavodskiy Toshkentniki 1,5 million qilib beramiz oxirina. 1,5 million so'm. Buni dastavkasi Kelishgan holat. Farg'ona Marg'ilon bo'yicha bepul. 100% taxtadan ishlangan ekan. Holati ideal turibdi. Ikkinchi joyga ham o'taylik, ana ham narsa seroq. Ikkinchi joyimizga ham yetib keldik. Xitoy narsasi, shkafimiz. Razmerlari 1 metrga 1 metr, shirkali variantda. Pastda ikkita tortmasi bor. Holati xudo xolasa yaxshi. Jali urinib boshqa qo'yib ketmagan. Bo'yi 2,5 metr, eni 1 metr. Narxini 800 ming qilib beraylik obunachilarga. 800 ming so'm. Stenkamiz. Keyingisi bu hali antikvar narsa. Chilarni o'ping. Chilar ham toza holatda, sap-sariq. Juda toza ishlatgan ekan. Shilkasi ham bor. Hozir qo'yib beraman. Atel olib chiqdim shuni. Shilkasini. Bu ustilari yog'och, ha? Ular eshiklari ponni yog'och. Eshiklari yog'och, yonlari dispa. Dispa. Ichi ham juda keng ekan. Ishlari ham keng. Xo'p, Bunimiz uzuni necha? uzunligi buni 5 metr joyga tushadi. 480lar. 5 metr hisoblanadi. 5 metr hisoblanaveradi. Keyin joylarga moslab qilsa bo'laveradi boshidan oxirigacha. Ha, bu hozir 5 ga 5 ga bo'linadi. bo'linadi. 5 ga bo'linadi. Barli, servanzi variant, qulupyadlari ishlaydi mana. Bularda oshiq-moshiqlar niyabishni ekan, ha? Mana. Bular hozirgilardan emas ekan. Hozirgilardan emas. Oshiq-moshiq. Eshiklar yechiladi. Yechiladi. Olib qo'ysa bo'laveradi. Ha, hali to'g'ri eshiklarda oshiq-moshiqdan qo'yilgan o'sha ruminiya mahalda. 5 ga bo'linadi. Uzunligi, bo'yi 230, narxi 240 ham ekan. 240 narxiga keladigan bo'lsa 4 million 300 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. 4 million 300 ming so'm vodiy bo'ylab dastavkalari bepul. Keyingi kompyuter stolimiz. Detskiy garnitur ekan, ha? Bu o'zi komplekt. Komplekt, hamma detskiy. Kompyuter stoli, o'yinchoq terayotgani, kitob terayotgani, qo'yadigan joyi, mana oynali variant ekan bu. Bu shkafi, shilkasi, tevasi, past polkali, ichi ham 60 sm. Bemalol katta ustuvchilar ham sig'averadi. Xo'p, bu batta hozir kompyuter stoli, shfanerchasi, kravati, bitta tumbuchkasi. Tumbuchkasi ham bor ekan. Mana yoniga qo'yib qo'yinglar, sig'maganligi uchun baqa qo'yib qo'ygan. Matraslarni ko'rsating. Mana taylar disk bo'ladi, ustlari machalka. Razmerlari keladigan bo'lsa 90 ga 2 metr bo'ladi. Uylanib turmushga chiqquncha yotsa bo'ladi. Bemalol yotaveradi, xudo xolasa. Bunimiz narxi necha pul? 1,5 million vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beraman. 1,5 million so'm shuncha narsa, 1,5 million so'm vodiy bo'ylab dastavkasi bepul. Bepul. Keyingisi ketashkali kravat. Ketashkali yog'ochli, ketashkali yog'ochli kravatimiz. Holatlari zo'r, xudo xolasa. Uzunligi 190 ga 90 sm tashqaridan o'lchaganda. Taylari ham nihoyatda baquvvat, bemalol bolalarga yotsa ham maza qilib yotadi. Sinda boshqa bo'ldi deyilmaydi. Yonma-yon qo'yib ishlatsa bo'ladi. 100% yog'och. Yonma-yon qo'yib ishlatsa bo'laveradi bemalol. Narxi 1 million 400 ming qilib beramiz obunachi. 1 million 400 ming so'm. Xo'p, keyingisi detskiy kravatimiz bilan shfanerchamiz bor. Holatlari zo'r. Polkasi taklidixon ikkita, ko'pida bitta bo'ladi. Ikkita tomoni polkali, o'rtasi vishilkali variant. O'rtasi vishilka, yana g'aladon ekan, ha? Yana g'aladon. Ular ikkita farzandda ustuvoshlari bemalol joy bo'ladi haqiqatan. Kravatchasi ham uzun ekan. 2 metrga tashqaridan o'lchaganda 80 sm. 2 ga 80. Narxiga keladigan bo'lsa 800 ming qilib beramiz ikkalasini. 800 ming so'm. Bu dastavkasi kelishgan holatda. Buni kravatchamiz yonida ikkita g'aladoni ham bor ekan, tortmasi ham bor ekan. Keyingisi ko'hna ugalogimiz bor.
Kuxunni yugaligimiz burchak tanlamaydi. Xohlagan burchagiga tushaveradi. O'ng chap bo'laveradi. Ikkita pufigi bor. Taylari sondiq. Mana Bu hozirgi laminatli variant. bu hozirgi laminatli variant. Xuddi shuni. Narxini 600 ming qilib beramiz obunachilarga. Ozon qilib beraylik. Buni birorta joyda aybi yo'q, hech qayerda singan, qirilgan joylari yo'q. Stolini, xonini tepasi ham toza turibdi. 600 ming so'm dastavkasi kelishgan holatda. Keyingisi kompyuter stolimiz. Bu ham neobычный yasalgan ekan, xohlagan razmeriga yasagan ekan. Printer turadigan joylarigacha bor ekan mana. Hamma yo'q xudo xolasa Yonlarini qo'ysa bo'ladi. Narsa qo'ysa bo'ladigan qilib. Bunimiz narxi nechi pul? Buni narxini 300 ming qilib beraylik obunachilarga. 300 ming so'm. Keyingisi mana Gorka kamotimiz bor. Holatlari zo'r, ayb nuqsoni yo'q, xudo xolasa. Oynalari ham kafalojni o'zining joyida. Rushkalarni yangi qilib berganmiz buni. Oshmoshlari yangi bo'lgan. Polkalarigacha bor ekan. Bunisida ikkita tortma, yana polkasi. Buni xuddi nay tarafi ham xuddi shunaqa. Bu tomonda ham ikkita tortma. Ikkitadan ikki yonida tortmasi bor ekan. Ancha narsa joy bo'lib ketadi. Razmeri 2,5 metr, uzunligi, bo'yi 2 metr. Kamota addenni. Buni xohlagan joylariga qo'yib olsa bo'laveradi. Kamotda ham tortmasi bor, ichlari ham top-toza, chiroyli holatda turibdi. Ayb nuqsoni yo'q bunda ham. Razmeri 1.10 ga 90 sm bo'yi. Narxini 2,2 ming so'm vodiy bo'yicha dastavkasini qilib beramiz ikkalasini. Xo'p, keyingisi paltarshvoy kravatimiz bor. Ona bolalarga. Eni 120. Uni tumbichi hisobida qilib berilgan, narsa tergani. Metga mana narsa qo'ysa juda neobычный qilib qilingan. Uzunligi 2 metr. 120 ga 2 metr. Buni narxini obunachilarga necha pul qilib beraylik ekan? Arzonlashtirib bering bu. Chiroyli qilib beraymi bo'lmasa? Obunachilar xursand bo'ladigan narxlarda qilib bering. Xo'p, 1,2 ming berasiz obunachilar. 1,2 ming so'm. Bo'lsa. Taglari dispa buni, taglarini ochib ko'rsating. O'taylik mana. Taglari ham 2 bo'lay dispa. Monus ko'tariladi, yana tagiga narsa qo'ysa bo'laveradi. Chiroyli holatda turib, bemalol telefonga aloqaga chiqishaversin, keyin barterga ham kelishaveramiz. Mebellar bu sotib olinaveradi. Bemalol aloqaga chiqib, telefon qilishaversin, chiroyli qilib yetkazib beramiz. Shunaqa ishlatilgan mebellarni izlab yurgan tanishlaringga jo'natib qo'yasizlar, like bosib qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz.